Bu opa-singil bir kechani o'zida 4 mingga yaqin buyurtmalarni qabul qildi. Qanday qilib deysizmi? Marketingda FOMO usuli bor, ya'ni imkoniyatni qo'ldan boy berish usuli. Bu qanaqa usul? Inson miyasi tugab qolishdan, ya'ni ulgurmay qolishdan juda ham qo'rqadi. Biror narsaga ulgurmay qolsa, o'zini baxtsizlik, omadsizlik his qiladi va doimiy ravishda ulgurishga, xarid qilishga va jamiyatdan orqada qolib ketmaslikka urinadi. Opa-singillar esa o'z mahsulotlarini cheklangan miqdorda ishlab chiqardi va buni auditoriyasiga e'lon qildi. Ya'ni bu mahsulotlarimizdan 24 soat ichida xarid qilganlarga 50% gacha skidka qilib beramiz. Bundan tashqari mahsulotlarimiz soni mana shunchadan mana shuncha qoldi deya rosa qiziqtirishdi va insonlar tugab qolmasligi uchun ham xarid qilishdi. Chunki agar tezroq qaror qabul qilmasa, mahsulot tugab qolishi mumkin va tugab qolishdan qo'rqqanligi uchun ham to'lov qilishadi. Siz ham ularning bu usulidan foydalansangiz bo'ladi, ya'ni mahsulotlaringiz cheklanganligi haqida insonlarga xabar bering va qancha qolganini jarayon-majarayon ko'rsating va iloji boricha rostgo'y, samimiy bo'lishga harakat qiling, chunki insonlar yolg'onni baribir sezib qolishadi. Shunga o'xshagan foydali va qiziqarli kontentlar sizga qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling. Postlarim juda ham foydali.